xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatildi. Voy, o'g'ri! Aydın kecha 29 oilalik bu kichikgina yezida azaldan bundoq ovoz anglanib baxmagan. Kishilar faqat azon ovozi, naqshi ovozi, ot kishnigan, buqi oznigan, tavshigan, büyük qarang'i bog'larda o'qish huvligan ovozlarni kechalari uylarida, o'ylalarda yoki ishga oldinlarida yonboshlab yetib anglab kelgan xolos. Yerim kechada bu yeza shunchalik jimjit. Jallaqlar uyquda. Mahallaning o'ttirisidan eqib o'tadigan o'stanglar tugmas naqsi bilan tabiatni madhiyalab sharqiraydi. Pakar uylari bog'larning so'qma tamliq qo'riqlari orqali bir-biriga tutishib turadi. Shunga o'g'zilari yandash uylar bu yerda yo'q. Bu yezining malvaran, to'xu g'azlarimi o'z uylarining oldidagi bo'shliqda tunaydi. Ularni cho'chitadigan surlik ovozmi, qo'pol qiliqlarimi bu yerda yo'q. Bu yer odatda ana shunday xotirjam va ko'ngillik. Voy, o'g'ri! Nayt qo'rqinchli barqirgan bu ovoz yezini cho'chitibdi. Birdala butun mahalla itlari g'azab bilan havshib ko'chaga chiqdi. Xo'rozlar tangli chillashdi, kalalar mo'rashdi, otlar kishnashdi. Uylarda chiroqlar yenib, odamlar tamtirishib, yolon kiyimlari bilan ko'chaga chiqdi. Ular bir-biridan "To'g'layotgan kim?" deb so'rashdi va yaqinlarini tutishib, "Pah, yer tavirgandek bo'ldi ha. Chaqmoq tushgandek degina. To'pon suv kelgandek" deyshib, ovoz chiqqan tarafga mahallaning u beshi qarab yugurishdi. Mahallaning janubiy chetidagi yolg'iz uy o'stan bo'yidagi bog'lar orasida bo'lib, o'yli tomlari egiz, g'urulari mahkam edi. Uy egisi pishiq odam bo'lg'achqa, odamlar bilan kamdan-kam aralashadi. Bu uyning ayol xo'jayini kirlashgan qizil mata yoqliqini enkidan chigib olib, qor tushkicha yalon oyoq yuradigan kamsiz ayolni mahalla uylaridan zodila non, choy o'tni olmaydigan, non yaqsa boshqa ayollardek ko'k sut so'rab, boshqa uylarga bola kirgizmaydigan, hatto to'y to'kinlarga amalsiz berishga to'g'ri kelgandimi, oyoq kiyim yoki yog'liq ko'nglik so'rab qo'shnilarining ishiga dassamaydigan g'alita ayol edi. Bugun bu ayolning og'zi ochilgan. 10 metr o'ris terikisi, 3 metr maxmal, yep-yeni chakman, maskap o'tik. İlohim quluq ko'ydirgi chiqa, siz bo'lib bile. Ulg'axun ismli uy egisi quyuq qoshlari ostidagi sarg'ush, yo'g'on ko'zlaridan doim gumon alomatlari chaqnab turadigan quyuq soqolliq, mayda yunglari budur, yoz bo'yi mata ishtining puchqiqini tizidan yuqori turib, qo'y yumidan ishlagan ishton beg'ini tizidan tuvan sangiltib, oldirash yuradigan qovul dehqon yerda zo'ngzib o'ltirib elib nola qilmoqda edi. Oğlumni o'ylayman deb 4 yildan beri topgan tugganning hammasini mustandoqqa yiqqan edim. Bu o'yimni Xudodan boshqaga aytmaganman. Na'dim bildi bu kasofatlar. Tunglikka arg'amchi bog'lab, sanglab tushgini to'ymay qoptiman. Chashqonning shapsini to'yib, ovshiydigan olqanjuqni nima g'aflat bosdikin tog'? Sandoqni ochib, mol dunyoni tog'arga tiqib mangucha, xuoliq yotqinimni demamdigan. Vay isit. Xotin öndarab noqidi. Ko'zimni açsam saraydan bir etilib chiqib, beshimga chumqini tanglab turib, müdirlisan ximri qilib etiman deb to'lidi. Men chidimadim. Jenim aman qolsin dunyoning kori chog'liq dedim. Ammo xotin chidimadi. To'yliq mal deb chiriqirib edi. Kaltak uning beshig'i takkili tasli qoldi. Men o'g'irni gavdam bilan to'rib elib talog'i o'zim lapdim-da, voy o'g'ri deb qorqirdim. Ulg'axonning o'g'irlarning avval ho'ylig'i, ondan bog' ishki bilan baqqa chiqib, o'stan yoqlab piyoda manganligi. Keyin ot bilan qochganligi, o'ylida Hepizxonning bir o'g'irning putiga yamishib, uning pochiqini tishlaganligi, o'zining ayolni qo'g'dayman deb cho'moq yeganligi.
ikki ihtining o'g'irlarni qo'g'lab chiqib ketganligi, o'g'irlarning qamchisi qilib qolganligi qatorliq ishlarni og'ziga tegmay yenishlab so'zlaydi. Bo'ldi, deb ko'zlarini o'ynatdi Hoshim Pochi ismli vijikkina yo'g'on ko'z yigit. Egiz bo'y burutliq dedingmi? Bu cho'qim amat o'g'ri. Yo'q, u safar o'g'rining o'zi. G'ani o'g'ri, jazman shu. Egiz deysan, g'ani bo'lmay kim? Uningda egiz yana kim bor bu to'ngarakda? Yo'q, g'ani gadaylarning uyiga tegmaydi. Ulug'oqni ulug'voy degili ne ekan? Uning yeri oz bo'lgani bilan melijiq, ummi boy. Sarang, g'ani o'g'ir degan Hengdiqvoy, Murapojim, Sidir Shangyolarda qo'ro joyi, uyur yeliqi, qo'tan kalisi, sang ashliqi, sandoqlarda oltin kumush bor baylarni qaqishtiradigan erkak o'g'ri u. Ulug'oqning to'yliq meliga Ahmad. Safardak taskin o'g'irlar tegmisa, g'anidak o'g'il bolalar qarabni qo'ymaydi-da. Bu cho'qim yanchilarning ishi jumu. Yo'q, Rossiyaliklarning ishi. Hozir chilaklardimi neni o'g'irlar chiqyapti. Kuzatchi qo'ymsak bo'lmadi jumu, kuzat qilayli, xaloyiq. 30 kunda bir kun kuzatchilik keladi, qo'rqma, xotiningga men kuzatchilik qilaman. Mahallaning mutavallisi Imom Nazini qozilik qilib kelayotgan Mira ismli kambag'al, gapdan go'shga amroq, pakar, yo'g'on qo'saq odam bomdatdan yenib Ulug'oqning hovlisiga kirib kelganda sharq qizirib kun chiqay degan edi. Mingbigiga ariz yozib butun mahalla barmoq bosayli, deb qo'lini qilishdek shiltidi Mira qo'rsaq. Bu albatta yanchilarning ishi. Ot izlari hojimning ko'ziga kirib ketgan. Savdonboy izchilik usti qozoq. U degan tulkining iziga birli qarab erkakchisini ayirdi. U ko'zlaki barg'ichi iz qo'g'ladi. Murab hojining ko'ziga o'g'irlarning usi arz yozayli. Maraqozi deganda qilayli, dedi mahalla imomi ko'zlarini yumg'inicha maydisiga tushadigan oppoq soqolni barmoqlari bilan tarab. Shindoban otimizga yozayli, xo'jam otimizga yozayli. Kim yozdi? Kimga yozimiz? dedi mahallaning eng cho'ngbeyi takabburlik bilan qisqa qora soqolni uchumlab qo'yib. Siz yezing imom, Miraqozi deb bersin. Shundoq bo'lsin. Yezing ams imom axuni. Men o'qiy olmayman, lekin yozolmayman, dedi imom. Qog'ozmi, qarindoshmi yo'q? Sizdan nimani qila olasiz imom axuni? 4 hovliq vaqt yerni terib beramiz. Duv qilib o'rib beramiz. Xomonga kelib, g'aram qilib besmi beramiz. Siz shunimi qarg'imilab orolni olasiz. Qushnochimning qo'l tegmasa, umi yo'q dexe. Mushi yesining eng cho'ng beyi 100 xo'yar, 4 cho'ng bog', 1 qo'ro qo'y, 18 kala, 6 atning xo'jayini o'g'zidagi chiroyli besilgan bedi cho'plari ko'nrab qariyib ketgan. Qo'ton eg'illarining orqasidagi qig' o'g'zi bilan tanglashgan. Katta qo'roning egisi Muxtarbay mahalliy imomini doim mushundaq silkishlashga odatlangan edi. Bunun sababi bu imom Yengsardan bu mahallaga yangi chiqqanda Muxtarbayning dadisi Osman hojiga chakar bo'lib 4 yil qo'g'in teragan. Melini baqqan. Suyini to'shib, o'tinni yerib jon ko'ydirsimi, bayga ish yaramay, til haqorat anglab kelgan edi. Hojimi uning ismini bilmayla Qashqaliq deb chaqirib dunyodan o'tgan edi. Muxtarbay dadisining tiliga varislik qilmagani bilan imomni baribir ho'yli xizmatchisidek ko'ratdi. Amdilikda Muxtarbay sundi. Dadisi vafot bo'lgandan keyin inillari uy ayirib miros bo'lishdi. Shunga uning yeri va mol-varollari burunqi sonining yarimidan ozayib, oralla bir oyliqchi, bir molchi yo'llayalaydigan bo'lib qoldi. Mahalning imom bo'lsa malayliqdan qutuldi. Hozir xeyli cho'ng qo'ro joyi, 2 ot, 6 kala, 15 qo'y, texi bir juzum bor. Uning yerini jamoat terib beradi. Bug'doynimi mahalla o'radi.
hatto to'pollarni mo boshqalar so'rib, bug'diyni chashlab, o'risiga ko'mib beradi. Shunga imom titrab turg'ini bilan mahallaning o'ttiral boylaridan biri bo'lib qolgan. Muxtarbay uningdan ansiraydi. Navada o'z taranchilaridan alhamdu bilan Qulhuvallohu va ahaddan boshqa bir necha ushshaq so'rini biladigan birisi chiqsaydi, u bu qashqaliqni mahalladan haydab etadi. Muxtarbay shunga imomga qirtin-sirtin tegmoqda. Dana, kim yazdı? Kimga yazmaz bu arizni? Nur yazsın, dedi imom oppoq soqolini xeyli uzoq siypab xiyol surgandan keyin. Shu bola yoza olaydi. Kim o? Ha, bizning Ziyakning bolasimi? Ha, shu bola Muxtarbay, dedi mutavalli birdala hayajonlanib. Ziyak bolasini shaharda o'qityapti. U balamni o'qitib, Mas'ud apandidek, Rahimjondek o'qimishliq odam qilaman deydi u texe. Bizning mahallaning tunji savodliq odami shu Ziyakning bolasi Nuri bo'lib qoldi, Muxtarbay. Savobliq ish, to'li savobliq ish, deb gap boshladi imom. Mening dadam rahmati Qashqar xonliq madrasiga qulqumdan tutib akirib bermagan bo'lsa, Abduqodir damollam Qutlug' Shavkiga o'xshash kattalarni ko'ra alamdim. Nuri o'qig'achqa Ekinba xo'jamni mutaoli xalpitim Zo'rdun mufti Turdaxun baylarni ko'rib demasma. Sen men joyining Xanzochisini-mo, Uyg'urchisini-mo yodi qilib biladigan. Bak aqlliq bola bo'pti, savodliq ish. Payg'ambarimiz o'zi savodliq bo'lolmagan, ammo savodning qadriga bak yetgan. İştlaringmi bilim o'gat degan emasmi? Nemdaydi buni qashqoliq? Dedi Muxtarbay birdamla xafa bo'lib. Payg'ambarimiz shundoq deganmi? Kupurliq, dedi imom saqilni siypab. Shak keltirish kupurliq bo'ladi. Kupurliq dedingmi? Muxtarbayning birdili saprasi o'rladi. Sen qashqoliq nimani bilading? Bizning uyga shaharning hamma boylari, nini o'lmoqlari chiqqan. Paxlan yeb, qimiz ichib oylab yotgan. Biz olti o'g'il maktab yuzi ko'rmagan bilan kattalarning gaplarini, hatto Ekinba xo'jamning gaplarini mi anglagan. Lekin za itlar xat unusun degan gapni anglab baqmagan. Meningcha biz itdimi tuvanganmizda, sanga o'xshash bir sayoq kalkundigi yundi berib, ustixon tashlab bergan ekan. Beyim, men gapni sirga qaratmadim, o'zimcha. Imom g'alildab titrab ketdi. Uning hayvatlik saqli shundoq titrdiki, mushi yezida o'sib, mushi yezda oqargan bu dangliq saqalning buncha vala titrganini hozirgacha hech kim ko'rmagan edi. Qo'ysana Muxtaroy, dedi bir dehqon belli o'sgan do'stini ayblab. Demisimi o Nuridan boshqa savodliq bo'lmasa bu mahallada. Bu to'ngarakda degina bir Mahmud Cho'jongdan boshqasi xat tunimaydi. Nuri chaqiringlar, dedi Muxtarbay ochiqidan birdili yenib. Balaga son, senda imom, og'zingni yugurk emasmi? Baygiga salg'idak og'zing borda qashqoliq. Muxtarbay shundoq har qanday majroni chaqchaqqa, g'azini to'yga aylantirishga amroq. Daydiganni o'ylab qo'ydim, dedi Mira qozi so'zib so'zlab. Bala yozdi, men deb beraman. Kimga yozimiz? Ko'pchilik jimib qolishdi. Shingdoban otimizga yozimizda albatta, dedi chiroyi qon yugurtib, yuragi o'rniga amdili tushgan mahalli imomi. Sizlarga qo'yib bersa qo'tandi kalom, qisir qoldi, qandoq qilaman debmi ariz yozla imom axuni. Vaqt bir yerga suvning 5 tagmidi deb ming bigiga ariz yozgan odam bu. Poshkaning mey chuchmabdi deb Qosim Tarsoning ustidan 55 shikoyat sungan. Ishdan beqechib kelsa, mutavallini chaqirib, saqili qichsa, pitning ustida hukumatga ariz qilib.
O'g'rining vahimasi, Ulug'axonning yig'isi, Yepizxonning nolisi hash-pash degicha kishilarning yodidan ko'tarildi. Ular go'yo bu yerda hech ish bo'lmagandek qaqoqlashib kulishga boshladi. Mundaq so'ringa xo'jayinlik qilishga odatlangan Muxtarboy qop-qora, yirik soqollari orasidagi oppoq tishlarini yaltiritib, teliqib kulib, odamlarni chaqchaqib kushkurtatdi. Qani, Rahim tog'ay, sayra! Musaqaga, sen gap qil. Amra to'qim, jimib qolding-ku. Sulton Paloz, Nodir Bo'ynoq, Tursun Qanjuq. Hay, Muxtarboy ukam. Bugun hoza ukam, yerim hoza. Ulug'axonning 10 yil yiqqan tukkini baraqla o'g'irlandi. Yanchilar bizga kun bermayvasa, biz taranchilar pisand qilmay kulaverimizmi? Yanchilarning ustidan arz yozayli. Ana, Nurimi keldi. Dedi Mira qozi har bir so'zini donima-dona salmoq so'zlab. Assalomu alaykum. Nuri qo'lni ko'ksiga qo'yib, sal-pal egilib salom berdi. Va alaykum assalom va barakatuh. Imom o'rindan yerim qo'zg'aldi. Va alaykum, kel bolam. Dedi Mira qozimi midirlab qo'yib. Ya Allah. Keldingmi, bo'riqchi? Dedi Muxtarboy o'stan bo'yidagi yozliq choyxonaning supsig'i selingan bo'ri ustiga badaxshan qurishgan mahalla cho'nglarining qatorini sharat qilib. Yaxshi o'qibsan-a? Baldur chiqqan quloqdan keyin chiqqan munguz o'tib ketibdi degan mushida. Qisqa yanglik oq ko'nglak, tasma poti o'tkazilgan ko'kshim, ko'k shapka kiygan, putlurg'imo yangi sandal kiyib olgan zilva bo'y, oq yuz, qora ko'z, qora qosh, 14-15 yoshlardagi to'limi chiroyli bu bolaga hamma odamning havasi keldi. Bundaq kiyimlarmi, bundaq chiroyimi bu mahalliga yot. Texi uning salom qilishlari uchun. Rahmat, o'rturi beray. Dedi bola sal qizirib huduqib. Qayrindosh qalamni olg'ash keldim. Sut qog'oz. Dedi imom qog'ozni olqina qo'yib. Qaranglar, bunu qalammi Rossiyaning ekan texi. Odamlar qayrindosh bilan qog'ozni qo'ldan qo'lga elib salashdi. Hatto purabmi beqishdi. O'shara! Dedi Muxtarboy Nurining mursiga qo'lini qo'yib. Bizning mahallaning tunji apandisan. Hammadan burun shaharga kirib o'qiding. Yaraysan. Xaloyi anglab qo'yinglar. Ziya xalqning ishkida chakar bo'lib yurib, bolasini shaharda o'qitibdi. Qancha yil bo'ldi oy Ziyak? İştiyelak kirgan. Qo'ysana ish kichiklaringni, 4 yil bo'ldimi? 1934-yili 9-oyning 3-kuni Ro'shan maktabga 1-sinfga kirdim. Dedi Nuri jarangliq ovoz bilan. Bu yil 4 yil bo'ldi. Bu yil qancha yili? So'radi Muxtarboy gangirab. Xudoyim buyursa 1938-yili 6-oyning 31-kuni. Dedi Mira qozi takabburlik bilan. Qani qog'ozni kirlashtirib atmayli, qayrindoshni sundirib qo'ymayli, qozoran. Ustal o'rni qizirib siliqlashgan non taxti qo'yildi. Nurining qo'liga hamma odam qarab turishdi. U ximchiski qirindishini ho'llab qo'yib, qog'ozning beshiga arza degan xatni yozdi. Ko'pchilik tangla. Pahoy! Deyishib ketdi. Bilqut xazinasi. Anglayotganinglar Bilqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Minbigining qo'rujoyi katta darvozaliq, uylari tungluklik, o'yli ichi talbarangliq, quchoq yetmaydigan cho'ng to'rik chiroyliq, lekin maylashib ketgan chiroqboy mixlangan, so'l tarafga ot eg'ili va ombar silingan, o'ng tarafda boq kirdigan ish ko'rinib turibdi. Udulga qarasangiz uyga kiradigan eshik ko'zingizga tashlanadi.
qo'sh qanotliq dalon eshigidin kirganda o'ng tarafga cho'ng supi joylashgan. Qarag'ay, lim to'riklar, chaqmoq ko'zlik, to'nglik panjarasi, baqqa qaraydigan chaqmoq salasulluq bir jup panjara, dalon supsi ustiga silingan gulsiz qora kiyizlarga silingan ko'rpalar tizilgan yostiqlar, uchpanlar paylik saroy eshigi, so'ldagi oshxona eshigi, saroyning to'nglik panjarasi, naqshlangan tom to'risi, limtoq, oyuqlar, uy ichiga silingan ajoyib chiroyli anar nusxaliq, Iran nusxaliq xotan gilamlari, yipak zilchilar bu yurtdagi boshqa uylarda yo'q. Nuri saroy uyga kirguncha hammaga sinchilab qaradi. Uning xitini katib Mingbiga o'qib berdi, Mingbiga hayron qolib. Kim yozgandi bu xatni? deb so'radi. Ziyoddin degan kambag'alning o'g'li Nuri yozibdi. U balani tepib kelinglar. deb buyruq berdi Mingbiga xiyol bilan inkini silab. Ha, ajoyib ha. Gepini qara bu kispurishni. O'g'irning adab ketishi yurtning yaxshi boshqarilmagandan deganni qara. U xiyolga patdi. Demismi o'g'irlar adab ketdi. G'ini o'g'ri tap tartmasdan Mingbigining qapasdak o'ylisiga kirib, yo'lvasdak 4 ishni zaharli go'sht bilan mast qilib, yengli shahardan ochiqqan o'rus harvisini so'rab, etiz mengib, Qosh daryosidan o'tkazib, Sami yuzida kuzlikka opirib oldi. Mingbigi izg'o'g'lab kuzlikka kirsa, G'ini o'g'ri amdili tarini surtib ekan. Tapesni kelganda ma o'qimayni, dedi u Mingbigini ko'rib. Ishga yoyisining qilishlarini qanday qilay? O'g'il bola bo'lsang senmi so'rab akkat. Men o'xshash. Mingbigi Qumay degan laqabini otig'iniga ming ulib, ming taraldi. Lekin u oldida g'aymidi yo'q, giradab o'tirgan devidak bastlik, oq seriq, surlik yuzini chechak izi qoplagan odamni nima qila olaydi? U G'ini o'g'rining yalang'och badaniga ayminib qaradi. O'g'rining ko'kragidagi bo'jun go'shlari daryo beliqidek sakramoqda. Uning pokiz tushirilgan beshini salavatgan qo'llari beshlik oridak yo'g'on, belaklari chora buqininkidek mazmut edi. Abdug'an Evgam, qiziqib keldim. Sanab baqsam 22 kichik eriq, 6 qo'l eriq, 3 o'stan, bir daryodan so'rab o'tibsan. Har qanday otmu, o'kizmu sen qilganni qila olmaydi. 10 o'kizning kuchi bor ekan-jimi sen Evgam. Shuning uchun 2 yoyni boshlab kelsan-da. Hoy jarqin, mehmonlarning etini ol. Nurina keldi. Pakari ko'k ko'z seriq burut do'g'loq bir odam Mingbiga xushomat qilib chukul dedi. Baytalg'i mingashtirib akadim bu apandimni. Kel. Mingbiga bu so'g'ida paydo bo'lgan 15 yoshlardagi chiroyli bola qarab tast kulimsiradi. Ziyakning bolasimi sen? Ha, Ziyoddinning o'g'li. Ko'k ko'nglak, ko'k ishton, beshig'i shapka, putig'i sandal kiygan shahar bolasi Mingbiga tik turib javob berdi. Nada o'qiysan? Shaharda. Uni bilaman. Shaharning qayerda? Do'ng mahalladagi Ro'shan maktabni bitirdim. Endi Eksinirning oldidagi gimnaziyada o'qiyman. Ha, Damolli Jallabning qo'rosining oldida. Ha, rost. No'g'ay gotqa shuyaga chiqadigan cho'ng yo'lning o'ng tarafida o'giz qalay maktabmi? Nuri Mingbiga hayron bo'lib qaradi. Qari soqol, burdi to'limi yirik, mayda tuklari ochiq ko'kirkidan sirtqi chiqib turgan, cho'nqur, sal qizargan yo'g'on ko'zlari, kang, qo'yuq qoshlari orasida marlab turgan burni, to'limi yo'g'on bu odamning bog'lashmagan jumla, xato ismlarni ishiltib, takabburlik bilan qilgan gapi uning savodsiz, bilimsiz odam ekanligini ko'rsatib turadi. Bu odam qandoqmi
1200 begilik shuncha cho'ng zimindagi 20 necha ming uylik dehqonni boshqara oladi ekan. Nuri tinmay kitob, gazet, jurnal o'qiydi. U Sovet ittifoqi to'g'risida, hozirgi Shingdoban va uning idoralari to'g'risida jiq gaplarni bilib olgan. U yana shaharda o'quvchi do'stlari bilan Sovet ittifoqida o'qib kelgan muallimlarning gaplarini anglagan. Ekinbek hocamning Pasha Xo'ja ismli o'g'lining Taypizat Xalpitin degan katta odamning tarix, jamiyat, siyosat va jo'g'rafiya to'g'risidagi gaplariga quloq solgan. Haydarov ismli til muallimi ularga tilning o'rni, qoidasi, ma'nolari to'g'risida to'g'ri so'zlash, to'g'ri yozish, chiroyli so'zlash, chiroyli yozish to'g'risida ko'p so'zlab bergan. Uning qarashicha xato so'zlash madaniyatsizlik. Madaniyatsizlik bo'lsa, bir xil yovvoyilik hisoblanadi. Nimaga kulasan? Dedi Mingbegi o'zidan xudiksinib. Xato gap qilmagandimi shaharlik? Yo'q, to'g'ri dedilar Mingbegim. Gimnaziya shu yerda. Sizlarni biz haq o'qitamdi, o'ruslarmi? Uyg'ur, tatar, o'zbek, qozoq, rus, xanzu muallimlar bor. Nima? Sen shuncha haqning zuvonni bilamsan, ha? Ular biz so'zlaydi. Mundaqda. O'g'irlarning ko'payishi yurtni yaxshi boshqara olmaganning ishi deb yozibsan. Buni sana kim o'rgatgan? Men o gaplarni kitoblardan o'rgangan. Kim yozgan kitoblar u? Sovet ittifoqining romanlari. Sen o'ruscha bilamsan, ha? Yo'q. Ular tatarcha, o'zbekcha kitoblar. Nima? Men bundaq odam tushunmaydigan gaplarni qilasan, bola. Tatar degining no'g'ay, o'zbek degining anjallaqma? Ha. Ularning xitimi bizchimi? Yo'q, latincha. Nima? Latincha degining o'ruschami? O'xshabroq keladi. Yevropadagi o'rtaq yeza. Nima? Texmi tasgab qilib turding-ku. Nim deding, ha? Yevropa degining Moskvami? Moskvami Yevropada 6 qit'aning biri. Voy, texmi taslashdi. Bo'ldi, biz gap qila. Boyiqi gapni shu qit'a yozdi degina. Nuri kulkidan o'zini oralla tutib turadi. U oldida o'ltirgan ko'rinish surlik odamni zamondan to'limi yiroqda. Ming bir kecha cho'chaklardagi bulanchi qaroqchilarga o'xshab ketadi ekan deb o'yladi. Bu odam qandaqmi mahalla xalqining arzini hal qila olasin? Qandaqmi xalqning holiga yeta olasin? Birdilla uning mahallasidagi dehqonlarga ishchi og'irib qoldi. Mingbegi qattiq asnidi. Ondan keyin kekardi. Bu ikkala qiliq Nurini yirgan do'ridi. Uning muallimi bu qiliqlarni nurg'un qatam masxira qilgan. Nuri bir qatam bir qiz savoqdishining yanida tuyuqsiz aslab qo'yib edi. Teri sodis qiladigan bayning qizi uningga cho'chib qarab qoshlarini suzib, "Asnaganda qo'lingiz bilan og'zingizni to'sib eling" degan edi. Nuri nomusdan yerga kirgidek bo'lgan. U hozir bayqi ikki qiliqning yerginishlik ekanligini ko'rib turibdi. Birdilla uning kallasida bu odamda kishini yergantiradigan qiliqlardan nechisi bor ekan degan savol paydo bo'ldi. Naq shu chaqda Mingbegi o'ng qo'lini qo'yniga tiqib, qo'ltiqini tatalashga boshladi. U birdilla qapqani turib gap boshladi. Nimaga turaversan, ha? Rost gapni qila. Bu yerda rosti o'g'ir ko'p. Qozoqlarni hisoblamay, biz xalqning 10 necha dongliq o'g'risi bor. Safar o'g'ri daryo yoqasidagi jangolning qoplini bo'ldi. G'ani o'g'ri Qoshbo'yning yo'lvasi. Ahmad o'g'ri, Ushur o'g'ri, Imramzi Qovon, Sidir Toyg'on, İbrahim Qonjuq, voy, hammasi o'g'ri. Bu xalqning to'lis taronchi, ularning ko'zi bayroda.
Gadaylarning kalisi qishi yoz taladi yatıdı. Uğur kelmaydi. Baylar g'ururlarini maqtipani qeqib, işt bağlab iğillarga kuzatchi qo'yib saqlasimi, ularning malvarallari qo'tan, uyuri bilan o'g'irlangan. Texamonu o'g'irlar hukumatning bankillariga tegish qildi. Rost, o'g'irlar to'la. Bu mening qo'limdan ish kelmaganligimi? Sen shundoq deb yezibsan-a, jalobning bolasi. Bu gapni oshim Muxtar Qovon yo bo'lmasa Miro Ko'sa yozgandir. Rostында bo'lmasa. Ya, ular demedi, o'zim yozdim. Sen nemishqa hukumatga til takkizding amsa? Hukumatni tilga olganim yo'q. 100 begi, 1000 begilar obdaroq ishlasa dedim shu 1000 begi. Men seni yomulga vatib beraman, bildingmi? Bugunla mangduraman. Sen ishtning bolasi, qolgan o'qishni yomuldi qo'ysan. Men jinoyat o'tkazmasam, uning ustiga men texi 15 yoshlik bola. Men qonun ega. Nima? Qonun? Mening gapim qonun emasmikan? Sen u gapini tugatolmadi. Uyga seriq chashliq, purmi bal gullik ko'nglak kiygan bir ayol etilib kirdi. Yo'lsizlik qilmang Mingbegi. Bu Mingbegining shaharda uy tutib, boyning puli bilan ikki qizini o'qitayotgan to'qal ayoli edi. Balaning gapi yo'lliq. Hamma gapni Sabiha ikkimiz angladik. Bu bola to'g'ri aytadi. Qo'lingizdan kelsa bu balani emas, g'ani o'g'rini yomilg'a solating. Keliningizni xalq olam oldida elib qochgan safar o'g'rini tutib bering. Bo'ldi, Asiya. dedi Mingbegi to'rt boy bilan talashib yurib, 500 qo'y xajlab oralda erishgan to'qalga yelinib yolvorib. Bu harimi bilan chaqishib qo'ydim. Yomonlab ketib qolma yana jimo xotin. Sabiha bu balani to'naydi ekan. Bu bala maktab bo'yicha emas, shahar bo'yicha a'lo ekan. Sizning yurtingizning gul ekan. Sizning to'rt xotiningizdan 13 balangiz bor. Birimiz savodliq emas, e'tiborliq balangiz Qamirdim madrasada 4 yil o'qib, haftalikdan chiqolmadi. Mana, bala degan nuridek bo'lsin. Balalaringizni ulgi qiling bu balani. Bu bala hisobda hech kimni oldiga o'tkazmaydi ekan. She'r yoza oladi ekan, rasm siza oladi ekan, duttar chelib naqsh ayta oladi ekan, qaltis bal ekan. Pushkindek, Abdulla To'qaydek, Navoiydek. Pa, qaltiskina. dedi Mingbegi o'zini tuzashtirib kulib turib. Yuqirchiq balam, bir mehmon qilib olay. No'g'ayadan seni payg'ambar qilib atdi-ku. Hay, qo'zi so'yinglar, qimizak qilinglar. E'tiborliq mehmon kap qapti. Mingbegining beg'i ajabmi ko'ngillik. Qilin qar yog'ochliqlar, quchoq yetkisiz teraklar shoxlaridagi qog'larning to'liliqi, xuddi dunyodagi hamma qog'lar shu yerga to'plangandek. So'p-so'pyanglarning, guguhlarning yiqimliq ovozlari, yugurishib yurgan yovu to'shqanlar cho'tehi. Bu bog' rivoyatlardagi sirliq o'rmonlikqa o'xshaydi. Bog'ning o'ttirsidagi o'stan cho'tehi. Uning bo'ylaridagi qapoq teraklar bu qashadan u qashog'iga yetib olgan. U ham ko'rik, ham elangich. Qo'li kavakshig'an teraklar orasidagi oq uzmichi. U balki 400 yildan beri meva berib kelayotgandi. Qo'yuq olmaliqlar orasidagi chimanlik texmi ko'ngillik. Yassan ko'rpa, mullaq assang mamuq, o'ngda yetib osmonga qarasang bir sirliq dunyo. Bundaq bog'i shahardami yo'q? dedi Sabiha. U amdila 15 yoshga kirgan, to'limi chiroyli, uzun yanglik oq ko'ptisdan ko'kraklari amdirib bilinishga boshlagan, uzun ikki o'rmi chechi, ham tom, ham yaltirab turadigan zilva qiz edi. Men bu bog'ni yaxshi ko'raman. Bu bog' charbaqqa o'xshaydi. Ras, dedi Nuriy qizning o'maq qip-qizil lavlariga talmirib qarab chaqchaq aralash. bu bog' charbog'ning o'zi. Sanam jonim charbog'lar xos ekanini bilmadim degan mushi bo'lsa kerak. Yey! Qiz onardonisda qizirib yerga qaradi.
Ondaq desangiz qechib ketaman beka. Nuri xijil bo'lib yenida eqiyotgan o'stanga qarab oldi. Dilqut xazinasi. Egilgan sugat shoxlari chechak suvi bilan to'lib, sho'xlanib eqiyotgan sarg'och suvni to'ymay suymoqda. Bek daraxtlar orasidan gurrida ko'tarilgan qushqashlar ularning beshidagi qiyri qor yog'och shexida bas-basda vichirlashmoqda. Aşkını to'lib chillab charchagan Zaynab kakkuk kakkuk deb harg'in ovozda nola qilmoqda. Mana nadidir ayg'iri asabiylik bilan kishnedi. Teraklarning to'p shoxlaridagi g'o'ralday, qurg'uy ko'kinaklari churqirashdi. Kaptarlari ko'pkik osmon qa'rida gul chiqarib parvoz qilishdi. Iyul oyining hamma go'zalligi go'yo shu daqiqada o'zini ko'rsatdi. İnsonga rohat farog'at berishga o'zini beg'ishlagan ulug' tabiat o'z farzandlarini nemishqidir butun muhabbati bilan olqishladi. Nurining tomirlarida go'yo qon emas, o't oqdi. Uning yuragi shu daqiqada bir parcha cho'qqa aylandi. Vujudi go'yo bir kuchli chaqmoq urilgandek silkindi. U hayotida misli ko'rilmagan hayajonli hissiyot qaynimida hushsizlandi. Uning tili o'zining emas. Uning so'zmanligi, botirligi, jasorati kulga aylandi. U yerga qarab turib, yangi tili chiqqan boladek do'doqladi. Yo'q. Siz Sabiha. Uning bu gapiga balaliq umidsizligi, nomrat orzularining nobud bo'layotganligi, unsiz nola faryodi singan edi. U boy qiz bilan nomrat o'g'ilning orasida o'rta xushallik bo'lmaydi, faqat fojiali bo'ladi. Nomratlar orzusi boylarning hujudiga yot. Shirin xiyol mevasiz daraxt. Men xiyol bilan xushal bo'lishga odatlangan. Sabiha bilan Abdumar Mingbegining beg'ida emas, balki bir umri xiyol beg'ida billa bo'laydiganlarni o'ylatdi, vaqtsiz sungan gulbargidek so'lishib. Men ketay. Texa atdigan, dedi qiz chechining uchini chuvib turib. Yuring, ujmiyayli, andin keyin so'raydiganlarim bor texa. U qizga agishib ayminib menib, qeri ujmining tuyiga keldi. Shoxlar shirin ujmi bilan to'lgan. Yermi dassigsiz ujma. Ular yerdan eng pokiz shirinliklarni terib yedi. Uchiq chiqib uzib yeyliya, qarang. Qarjug'lar jenit shexdigini yeyotidi. deb kuldi qiz. Uning kulgisi shunchalik yaqinliq, go'yo tamburning ovozi, shunchalik zil janonchinning ovozi, shundoq sirliq, go'yo tepishmoq edi. Nuri qizning bir yerga badani tegib ketsa, xuddi cho'g' tegib kuyib ketadigandek o'zini qochirib, daraxt qo'liga yamishib yuqoriga o'riladi. Qizmi yalang oyoq bo'lib elib, shoxlarga yamishib uning yenida o'rlamoqda. Nuri 3 ochmoq shoqqa o'ltirib elib, shirnis urg'ib turadigan ujmi donalarini terib, alqiniga to'ldirdi. Bundaq shirnilik marvoyatdek yaltirab turadigan mevani qandaqmi og'ziga solsin. U kichkidala yaxshi meva ko'rsa, opasiga yoki ukasiga berishga odatlangan. U ixtiyorsiz holda tövanga qaradi. Uning tövanga qarshi bilan qizning yuqoriga qarshi birla vaqtga to'g'ri keldi. U qizning o'ziga tikilgan yolqinliq ko'zlari, kulimsirab turgan lavlariga cheksiz lazzat, vahima va tashnalik bilan qaradi-da, qizirib, huduqib qo'lidagi ujmini qizga sundi. Qizning qo'llari shaxta edi. Qiz og'zini ochdi. Nuri ujmini uning o'moq og'ziga sanab turib, bir taldan selivedi. Vujudi baxtdan go'yo shamoldan noz qilgan tol chiviqdek titradi. Nuri kechqurun mahallasiga qarab piyoda yo'lga chiqdi.
Mingbegining bog'lar bilan qo'rshalgan mahallasi, to'rt tarafga ketadigan harva yo'llari orqada qoldi. Nuri bog'lardan qushdek sho'ng'ib o'tib, mahallaning sagak kitlarini havishitmayla g'o'l eriq bo'yiga yetdi. Va dehqonlar suv yoqlab paydo qilgan chig'ir yo'l bilan janubga qarab mangdi. U hech qachon bugungidek hayajonlanmagan edi. U oldidagi sar tog'ning qorliq cho'qinlariga, qattallardagi qora yog'ochliqlarga, Ili daryosining neriq qirg'idagi cheksiz dala qirlarga shoiran hissiyat bilan to'ymay nazar soldi. Turib-turibla o'zidan yiroqlashayotgan Mingbegi ko'ziga qayrilib qaradi. Go'yo u yer nurini chillamoqda. Mangulik erkan bo'lgan deb yolvormoqda. Uningga inson hayotidagi eng go'zal narsani taqdim qilmoqda edi. Biroq uni bir yoshirin kuch bu yerdan ketishga, kayniga burilib qaramaslikqa oldirtayotdi. Bu kuch ikki og'iz gapning kuchi. Nimishqimi Nuri bu gaplarni qayta-qayta takrorlab, qasam o'rnida yodlab olgandi, ha? Yodlab olsam, qasam qilib olmagan bo'lsa bo'pti-kan. Nafsingga berilma, muhabbatga qul bo'lma. Bu ikkisi murod maqsad yo'ldagi ikki tik davan. U qorliq cho'qinlarga qaradi. Cho'qinlar bulutlarga tutashgan. Bulutlar cheksiz osmonga bog'langan. Ashundaq igiz ikki davan. Dedi u chig'ir yo'l bo'yidagi tevilga chig'larning notallarini siypab qo'yib. Murod maqsad nima? Uning yo'li-chi. Lomonosovdek, Darwindek, Pushkindek odamga aylanish. Lomonosov 14 yoshida boshlang'ich maktabga kirgan. Tirishib yurib olim bo'la olgan. Bo'lgandimi 7 fanning olimi. Newton uylanmagan. Nobelmi shundaq. Muhabbat, rohat farog'atga berilish odamni nobud qiladi. To'g'ri. U qizni unutib ketay. Kaynimga burilib u mahallaga qaramay. U shundaq dedi-da, buqildab yig'lavatdi. Uning oldida yana Sabiha paydo bo'ldi. Uning o'stan bo'yida chimanlikda aytgan gaplari Nurining yodiga keldi. Qiz onasining dadang Almutada begunoh etilib ketgan. Dadang yaxshi o'qigan, ruschaga usta, chiroyli Uyg'ur yigiti edi. Men dadang bilan Moskvada tanishib qolgan. Ikkimiz Almutada to'y qilgan. Dadang bayning qizini olgani uchun Bolshevikdan qo'g'langan. Keyin Almutada Alash o'rda Shayxul Islom degan nomlar bilan etilib ketgan. Dadang rahmati ikki qizimni elib g'oljiga ket. Qizlarimni yaxshi o'qit deb men qattiq chekirgan. Men o'xshash o'qigan madaniyatlik tatar qizi balalarini o'qitaman demasa, mush qo'pol Mingbegiga to'qanliq tegatdimi? Mening badanim hayot, ruhim o'lgan. Sizlar yaxshi o'qib, yaramli odam bo'linglar degan gaplarini ko'z yoshlari bilan aytib bergan edi. Nuri xiyolida, chig'ir yo'lda, chig'i tivilg'larni quchoqlaganicha ko'z yoshlarini to'kib, "Xayri xush Sabiha. Muhabbat sangimi o'xshashlar tikdavan. Omad ta'limiz bo'lsa, opang bilan dadangdek bir cho'ng shaharda uchrashib qolamiz. Sana va'da bermanki, tunji muhabbatim bilan dunyodan o'taman. Newton, Nobel, Navoiydek" deb Sabiha bilan xayolan xo'shlashdi. Biliqut şirketida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tomonidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atik anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz. Biliqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs, tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'harlar.
karton ilipə, qanun nizam, işaret dili, tən tərbiyə, fizika, ximiya qatarlıq 600'dan artıq kəsbi sahədəki Uyğurca, Xənzuca, İngilisi 3 xil til, 6 milyondan artıq söz, avaz həm sürət bir gəvdələşdirilgən kompüter yumşaq detalı. Bilmegənni bil qutun bil. Bil qut xəzinisi. Bilmegənni bil qutun bil. Bil qut xəzinisi. Bilmegənni bil qutun